O'rtoq hali 25 kiyim olmadingmi? Yo'q de o'rtoq, hali ko'nglimdagidek kiyim topolmayapman. To'xtab tur, hozir opamga telefon qilaychiman. Ukam qotdimi? Alo. Aha. Bo'ldi ukam, xavotir olmalaring. Masalaga hozir bitta lokatsiya ishim bor, o'sha yerga kelaring. Bo'ldi, unda hozir boramiz. Ketdik o'rtoq. Salom. Alaykum assalom. Ukam yaxshimisizlar? Yo'llaring mana men yetgan joy. Bu Emirhan bozor do'koni, bu yerda aynan 25-may uchun xohlagan kiyimlarni topishingiz mumkin. Kiyimlari zo'r ekan-a? Yuring unda bizga kiyim tanlashib oling. Kiyimlari zo'r ekan-a, jigar. Da, narxi ham zo'r, hamyonbop. Ukalarim sizlarga zo'r yengilligim bor. Agar 25-mayga sinfdoshlaringiz bilan kelib Emirhan bozor do'konidan 4 kishilik pulni look qilib kelsanglar, 200 ming so'mlik voucher taqdim etiladi ustozingizga. Agar 8 kishi bo'lib kelsanglar, 500 ming so'mlik voucher. 10 kishi bo'lamiz desanglar, 800 ming so'mlik voucher. Agarda 15 kishi bo'ladigan bo'lsanglar, 1,5 ming so'mlik voucher ustozingizga taqdim etiladi. Bu voucherlardan ustozingizga kelib xohlagan ajalda xohlagan kiyimini olishlari mumkin. Zo'r-ku, bu imkoniyatdan foydalanib qolish kerak. To'g'ri. Ha, bu rostdan ham zo'r imkoniyat. Bunaqa imkoniyatlardan foydalanib qolish uchun boshqa o'rtog'ingizga ham xabar berib qo'yinglar. Chunki 25-mayga ham ozgina vaqt qoldi. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть мчат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой, в мой класс она зашла, и сразу понял я, и Купидон мне в сердце не стрелою дала пулею, сказала наша классная: детки,